Offline'dagi kurslarni onlayn kursga o'tkazishdagi 5 ta xato. Birinchi xato kamera bilan ishlash ko'nikmasini yo'qligi. Umuman olib qaraganda kontent olish u bir yo'nalish bo'lsa, onlayn kurs uchun jonli dars yozish esa umuman boshqa narsa. Odatda ekspertlar jonli auditoriya bilan ishlashda ular bemalol auditoriyani his qilib darsni zo'r o'tishlari mumkin, lekin kamerani oldida esa auditoriya yo'q. Ular kameraga mana shu kayfiyatni bera olishlari kerak bo'ladi. Ikkinchisi esa onlaynda ishlagan hamma texnikalar ham offlaynda ishlamaydi. Va buni yechimini topish uchun mana shu yo'nalishda ishlagan ekspertlar bilan suhbatlashib, bu onlaynda ishlaydigan texnikalarni bilib olsangiz, kursingizni saviyasi yana ham ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Uchinchi muhim jihat esa odatda offlaynda beradigan butun ma'lumotlaringizni endi qaymog'ini siqib, aynan eng muhimini saralay olishingiz kerak bo'ladi. Tasavvur qilib ko'ring, 10 oylik offlayn dars, lekin uni onlaynga o'tkazganingizda muddatni va vaqtni belgilagan holda uni 4 oyda berishni rejalashtirdingiz. Bu esa ham darslarni qisqartirish, ham oyni nisbatan qisqartirishga olib keladi va tabiiyki siz nazariy ma'lumotni eng muhimlarini bu yerga saralay olishingiz kerak bo'ladi. Yana bir jihati onlayn darslarda to'g'ri nazoratni amalga oshirish texnikalari yo'qligi va buni natijasida ularni nazorat qilish, qolaversa qay darajada o'zlashtiryapti yoki o'zlashtirmayapti, buni inobatga olishimiz qiyin bo'ladi. Va yana bir muhim jihati, hozirda juda ko'p kurslarni ko'rayapman, aynan ekspert bilan aloqani, to'g'ridan to'g'ri aloqani yo'qligi. Mana shu borada tavsiyam juda bo'lmaganda bir marotaba ular bilan jonli vebinarlarni o'tkazishingiz aynan sifatni ko'tarilishiga va ma'lumotni, qolaversa ularda paydo bo'lgan savollarga javob olib, bu kursdan to'liq ma'lumotga ega bo'ldim degan xulosani olishlariga sabab bo'ladi. Menga juda ham qiziq, siz aynan mana shu xatolarni qaysi birlarini qilgansiz? Albatta izohlarda qoldiring, bu men uchun qiziq va bu video foydali bo'lgan bo'lsa, ekspert yoki prodyuser tanishlaringizga jo'natib qo'ying.